Qadrli muxlislar, sizlar Game Point tomonidan o'tkazilayotgan PUBG Stars turnirini kuzatib borib boryapsiz va bizda yana bir ajoyib qarama-qarshilik o'yinlari boshlandi. Team Revolution'ga qarshi 2022 jamoasi kurash olib boradi va allaqachon faytlar boshlanib ketgan. Nok ham berildi. Finnok holatida Ramzes allaqachon dabit qilib yuborilgan edi. Aslam esa Hardboyni juda ham chiroyli tarzda kutib olyapti va Yakuzani ham nok holatiga keltirdi. Aslam ajoyib tarzda hozir noklarni amalga oshira oldi va Ziko birga bir vaziyatda. Marishka? Yo'q. Bu yoqda bo'yniki emas ekan. Ha. Bu yerda Zikoning qo'li balandroq keldi va birinchi ochkoni aynan Revolution Team jamoasi qo'lga kirityapti. Navbatdagi raund. Ramzes yana qo'lga tushib qoldi. Hardboy ajoyib nokni masofadan turib amalga oshirdi. Ramzesni hozircha ko'tarib olish imkoniyati bor. Agar hujum bosimi amalga oshirmasa, Revolution jamoasi Hardboy Ramzesni dabit qilib yuboryapti. Son jihatidan ustunlik Revolution o'yinchilariga o'tadi. Krevetka nima qilayotganida u yerda aslida baribir reaksiya kuchli. Bor. Baribir. U xuddi bir Messi dedi. Bu talant. Albatta, mana shu talant hali ham saqlanib qolganligini isbotini biz ko'ryapmiz. Krevetkani Ziko ko'tarib oldi deyarli. Yakuniga yetkazildi mana shu ish va endi yana to'liq tarkib o'yinni davom ettiradi. Biz esa kuzatishda davom etamiz. Aslida mana bunday move va kutilmaganda u hozir raqiblar pozitsiyasida yaqinroq paydo bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, kuzatishda davom etamiz. Zikodan ajoyib Molotov Fin pozitsiyasini bloklab qo'ydi. Va Revolution Team jamoasi o'yinchilari hozir bu yerda bosim o'tkazishga shoshilishmayapti. Aslam noholatga uchatilganligini ko'rib turibmiz va shu zahoti David ham qilib yuborildi. Marishka Hardboy bilan birga bir vaziyatda. Hardboy uchinchisini ham yo'q. Finni ham bartaraf etib qo'yishdi va Revolution Team jamoasi o'yinchilari do'stlar ko'rib turganimizdek ikkinchi raund ham o'z hisoblariga yozib qo'yishmoqda. 2-0 2022 jamoasi o'yinchilari nimagadir hozircha uxlashmoqda. Hisob 2-0 va aynan mana shu raqamlar 2022 jamoasi nomida ham mavjud va biz 3-raundga yetib kelyapmiz. Hardboy ajoyib pozitsiyani egallab olyapti va qanotni dim bilan yopib qo'yganligini ko'rdik. Yakudza hozircha katta sahnaga chiqqani yo'q. Ramzes biroz o'ngroqda. Ziko ehtiyot bo'lish kerak. Va mana endi taxminan bildi raqib o'yinchisi qayerda ekanligini. Krevetka nok qabul qilib olyapti. Bu birinchi nok 2022 jamoasi tomonidan va Krevetkani albatta ko'tarish ishlarini allaqachon Yakudza boshlab yuborgan. Aslam qanotdan o'tib kelayotganida va mana bu granata Aslamni o'zi kelib qolsamidi mana shu pozitsiyaga nok qabul qilib olishi mumkin edi. Yakudzani ko'rdi Aslam, lekin Yakudza bilmaydi Aslam bu yerda ekanligini. Hardboy qo'yib qo'yishi mumkin hozir Aslammi? Hardboyni e'tibori umuman boshqa tarafda. Bo'ldi. Kelib oldi, daraxt oldiga kelib oldi. Aslam endi maksimal darajada kutish kerak hozir jamoalar bu yerdan chiqib olishini va shu zahoti chiqqandan so'ng bir necha kill pointlar ishlab olishi mumkin o'ziga. Aslam kutmoqda, shoshilmayapti. Hardboy bir necha zarbalar qabul qilib olganligini ko'rib turibmiz. Juda ham low HP holatda qolib ketdi. Ramzes high groundda turib olgan holda dimlar ichidan yaxshigina jazolab qo'ymoqda raqiblarni. Compoundlariga qamalib qolishdi Team Revolution o'yinchilari. Hozircha zonani bir chetroq qismi bor ularda, lekin keyingisida ular bu compoundlardan chiqishga majbur bo'lishadi. Zonani markazlarini esa allaqachon 2022 jamoasi o'yinchilari egallab bo'lishgan. Ramzes biroz ochildi. Ziko pozitsiyasiga ajoyib granata, lekin Ramzesni o'zi ham nok qabul qilib olyapti. Va hozir Zikoni ko'tarib olishadi. Bu tarafda esa Ramzesni ham ko'tarib olishadi. Mana shu tariqa faytlarimiz davom etyapti. Sal qolsa Fin Hardboyni nok holatiga tushirib qo'yishi mumkin edi. Yakudza Ramzesni dabit qilib yubordi. Endi son jihatdagi ustunlik Team Revolution jamoasiga o'tib ketadi. Marishka pozitsiyasiga ajoyib granata va u low HP da o'yin davom etadi. Aslam o'z pozitsiyasidan hali bir foydali ish bajargani yo'q. U shunchaki o'z vaqtini kutyapti.
Aynan u harakat qilayotgan qanotlarni esa dimlar bilan yopib qo'yishayotganligini biz ko'ryapmiz. Zikodan rotatsiya aslan mana endi katta sahnaga chiqishga majbur bo'ldi va birinchi nokni Marishka bilan birgalikda amalga oshirganligini ko'rdik. Zikoni dabit qilib yuborishdi. Fin bu ishni amalga oshirdi. Aslam Xayyashga uloqtirib qo'ymoqda. Yana bir Xayyashga qizdirib olganligini ko'rib turibmiz. Yakuza tomonidan ikkinchi Xayyashga ham uloqtirildiki, lekin bu Xayyashga anchagina noaniq bo'ldi. Aslam hozir reaksiyaga qani ko'ramiz. Hozir Aslam yo'q. Bu yerda qiyin edi. Bu yerda qiyin edi Aslam boyga nimadir qilib olishi va Revelation Team jamoasi o'yinchilari hozir yana bir hisobda o'zlariga yozib qo'yishlari mumkin, lekin Fin yana bir raqibi qoldi 2-1 vaziyatda. Hardboy Marishka bilan birgalikda Marishka noholat ko'rsatildi. Fin bo'ldi. Yakunlab qo'ymoqda va 2-1 hisob. Hardboy bu vaziyatda olib chiqib ketishi mumkin edi, lekin Fin yaxshiroq harakat qildi va biz 4-raundga e'tibor qaratamiz. Oradagi farq 1 ochkoga qisqardi. Do'stlar, bu yerda faytlar juda ham qiziq bo'lyapti. Ajoyib granata Aslan pozitsiyasiga va u o'z HP'larini to'ldirib olishi kerak. Yakuzadan nok, Aslan nok holatida. Granatalar ketma-ketligi, Hardboy qanotda Ramzes bilan fight qilish uchun juda ham yaqin turibdi. Va u o'z qanotini o'zgartirayotganligini ko'ryapmiz. Push amalga oshiriladi. Team Revolution o'yinchilari tomonidan Ziko low HP'da va u nok holatiga keltirildi. Ramzes bu ishni amalga oshirdi. Hardboy Findan o'z qasosini ola olmadi. Bundan oldingi raundda ham Finni qo'li baland kelgan edi va bu raundda ham 2022 jamoasi yana ochkoni qo'lga kirityapti. Hisob tenglashdi 2-2. Va mana bizga ikki qahramonni hozir namoyish qilib qo'yishmoqda. 2-2 hisobi bilan 2022 Team jamoasi o'yinchilari yetib olishmoqda. Revelation Team jamoasi o'yinchilariga Aslam yaxshigina o'rinlar qabul qilib olganligini ko'rib turibmiz. Hardboy ajoyib nuqta amalga oshirmoqda va endi esa 4-3 vaziyat. 4-3 vaziyat kuzatib boramiz. Ramzes javob nokini berdi Hardboyga. Dabit qilib yuborishi ham mumkin yaqin masofadan amalga oshirilgan bo'lsa. Va mana bizga o'yinchilarning bevosita kadrlari ham namoyish etilyapti. Ramzes navbatdagi nok u tomonidan Yakuza nok holatida va ko'ramiz. Ziko hozir o'qqa tushib qolishi mumkin. Shunday ham bo'ldi. Bu raund yana 2022 jamoasi hisobiga yozilyapti. Ular hisobda endi oldinga o'tib ketishdi. Xuddi shunday 2022 jamoasi o'yinchilari boshida 2 raund ortda qolib ketishayotgan edi va o'zi bugungi kunda o'zimman hisoblaydigan bo'lsak, ikkitagina shu qolib ketsa ham oldinga chiqib olgan birinchi jamoa 2022. Xuddi shunday to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Lekin hali o'yin yakuniga yetgani yo'q. Hali nuqta qo'yilgani yo'q. Yoki u jamoa yoki bu jamoa 8 pointni yig'ish uchun harakat qiladi. G'alabani qo'lga kiritish uchun Hardboy juda ham yaqin raqiblar pozitsiyasiga boyagi granatasini takrorlashi mumkin. Ya'ni rikoshet orqali Ramzes Yakuzani ko'rib qoldi probekda va uni darhol nuk holatiga keltirmoqda. Hardboy esa Yakuzani ko'tarib olishlarini boshlab yubordi. Endi 3 o'yinchi Gribi pozitsiyasida Fin tomonidan Zikoni qabul qilib olyapti. Ramzes low HP'da, Krevetka vaqt ketkazmasdan darhol Zikoni ko'tarib olish kerak. Yakuza noholat ko'rsatilgan edi, uni qutqarib olishdi. Yaxshi. Hardboyning Xayyashkasi Marishkani noholat ko'rsatib qo'ymoqda. Hozir Marishkani dabit qilib borishadigan bo'lsa, 4-3 vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Chunki Finni qutqarib olishadi. Finda vaziyat yaxshi, bemalol qutqarib olsa bo'ladi uni va Aslanboyning sherigi Ramzes ham o'z yurishini boshlabdi. Svechkani unutib qo'yishdi. U yerda yana bir o'yinchi borligini unutib qo'yishdi. Aslan xuddiki bir o'rtada buterbrodda qolib ketgandek, ortga yokida tepaga jamoadoshiga yordam berishi kerak. Hardboyni hozircha unutib tursa ham bo'ladi. Svechkadagi raqiblariga ko'proq e'tiborda qaratish kerak katta ehtimol bilan. Chunki Finni qutqarib olishadi. Vaziyat yaxshi, Krevetka juda noqulay pozitsiyalarda qolib ketishdi 2022 jamoasi o'yinchilari. Aslam Gribi oldida dimlar ichida yashayapti. Fin biroz yuqoriroqda. Hardboy hozircha faqat kutyapti raqiblar ochiqroq pozitsiyaga chiqishini. Va ko'ramiz Krevetka bizga namoyish etilyapti. U shunchaki kutyapti. Mana uni telefonlaridan ham xuddi mana shu
kadrlarni ko'rib bilib olish mumkin. Pichoqlar hali ham bor qo'lda, barmoqlarda. Xalaqit bermasmikan? Final bosqichigacha ham yetib keldi. Yechib qo'ysa bo'lmasmikan? Shu pichoqlar bilan finalgacha yetib keldi deysiz-da. Yetib keldi. Balki hamma gap mana shu pichoqlardadir. Balkim. O'yindan oldin raqiblarni. Ha. Davom etamiz. 3-2 vaziyat. Ustunlik Revolution jamoasida 2022 jamoasi o'yinchilari 2 kishi, Fin hamda Aslanboy duosi. Krevetkadan zajim amalga oshirildi-yu, lekin maqsadga erishilmadi. Birozgina damage'lar berganligini ko'rdik. Krevetkani va Aslan ochiq pozitsiyaga chiqdi. Bu bayt edi. Mana shu baytga Krevetka tushib qoldi va u nok holatida va uni ko'tarib bo'lmaydi. Zona harakatini boshlagan Fin nok holatida Hardboy katta sahnaga chiqish kutilyapti. Aslamga qarshi Ziko hamda bu Hardboy masalani hal qilishda va Team Revolution jamoasi o'yinchilari ko'rib turganimizdek hisobni tenglashtirib olishmoqda. 3-3 hisobi do'stlar. 7-raundga yetib kelyapmiz. Ochiq pozitsiyada, ochiq maydonda mana shu fight bo'lib o'tadi. Ajoyib granata Marishka low HP da. U o'z pozitsiyasini darhol o'zgartirish kerak. Dimlarga e'tibor bering. Nechta dim bor savol. Hisob-kitob qilib ko'ramiz. Voho, juda ham ko'payib ketdi va bu dimlar yakuniga yetguncha hozir kutishga to'g'ri keladi. Ikkita jamoa ham kutadi, pozitsiyalarni egallaydi, transportlar orqali bayt amalga oshiriladi. Ramziy yana bu granataga tushib qolishi mumkin edi. Ozgina qoldi. Aslan bilan Ziko bir-biriga juda ham yaqin. Hozir Aslan birinchi bo'lib ko'rib qolishi mumkin. Raqibini xuddi sezgandek ortidan kelyapti va ko'rdi. Birinchi nok Aslan tomonidan Ziko nok holatida, ikkinchi nok, uchinchi nok ham amalga oshirmoqda Aslan. Oy, ozgina qolgan. Yaxshi Yakudza. Va bo'ldi. Hisobda yana oldinga chiqib olishyapti 2022 jamoasi o'yinchilari. Juda ham qiziq matchni guvohiga aylanyapmiz do'stlar. Ikki do'st hozirda bir-biriga raqib sifatida harakat qilyapti. Yakudza hamda Aslanboy haqida fikr bildirildi. Ajoyib granata Fin nok holatida, Yakudza nok holatida. Ziko mana shu granatani amalga oshirgan ekan. Ziko endi Marishkani nok holatiga keltiryapti va ustunlik o'z-o'zidan Revolution jamoasiga o'tib ketadi. Aslan o'z o'sha pozitsiyasini biroz o'zgartirdi. Yakudza eshitdi Aslanni. Krevetka bilan birgalikda hozir harakat qilishadi. Yaxshi damage'lar berildi va bo'ldi. Masala hal qilindi. Yana hisob tenglashdi. Ha, to'g'ri hisob yana tenglashmoqda va maksimal darajada o'ynashmoqda hozir. Qaysi jamoa yana 4 ta ochkoni qo'lga kirib ketadigan bo'lsa, o'sha jamoa chempionlikni qo'lga kirib ketadi. To'g'ri, chempionlik grand finalga yo'llanmani qo'lga kirib ketadi. Bizda esa Fin Hardboyning ajoyib xayyashkasi Finda noholat ko'chatib qo'ydi. Ramzes juda ham low HP holatida. Hardboy yana bir xayyashkani qizdirib olgan edi, lekin yo'q atmay qilib qo'ymoqda. Hardboy saygalarda Marishkani ham noholat ko'chatib qo'yib, David ham qilib yubordi. Va endi esa 3-2 vaziyat. 3-2 vaziyat. Revolution Team jamoasi o'yinchilari Yakudza noholat ko'chatilmoqda va solo holatda Ramzes qolib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Hardboy va Zikoga qarshi 2-1 vaziyat. Bu yerda Hardboy hozir vaziyatni olib chiqib ketish kerak. Ziko bilan birgalikda va hisobga oldinga o'tib olishadi. Ajoyib granata va Ramzes low HP da edi. Bu g'alaba, aynan raunddagi g'alaba. Ajoyib. Hardboy kutilganidek harakat qildi. Jamoasi uchun bir ochko ishlab beryapti va hisobda yana oldinga o'tib olishdi Team Revolution jamoasi. Bu vaqtda esa azizga eslatib o'tishimiz kerak, tomoshabinlar soni 6,5 mingtaga yetibdi. Bor yo'g'i 10 mingta like qilib qo'yishsa ham bo'ladi menimcha.
Albatta do'stlar, kim like bosishni e'tibordan chetda qoldirgan bo'lsa, aynan hozir amalga oshirib qo'yishlarini so'ragan bo'lardik va rahmatimizni aytib qo'ygan bo'lardik oldindan. Like bosishni esdan chiqarmang. Mana bu jamoalar bunga loyiq. Bizda fight davom etyapti. Yakuza nok holatida Ramzes otgan granatadan keyin Hardboy hozir raqiblarni kutib olish kerak. Aslam nok holatida yuqorida Fin bor. U juda ham tezkorlik bilan hal qilib tashlashdi. Va hisob yana tenglashdi. Hisob yana tenglashdi. Ajoyib o'yin bo'lyapti. Ajoyib o'yin. Grand finaldan oldin final ko'rayotgandik xuddi bir. Final oldidan final deydi-ku. Mana shunday bir ibora bor. Xuddi mana shunday uchrashuvni biz guvohiga aylanyapmiz. Ramzes ketdi. Ramzes umuman to'xtamaydi. Ramzes raqiblar oldida Hardboy afsuski uni kutib oldi. Birinchi nok Hardboy tomonidan. Hardboy low HP da. Aslanboy juda yaxshi harakat qilyapti. Marishka hozir Hardboyni nok holatiga keltirganida Ziko javob nokini berdi-yu, lekin o'zi ham nok qabul qilib oldi. Birga birmi? Krevetkaga qarshi Aslam. Va 2-1 vaziyat. Aslan bo'ldi. 2022 jamoasi o'yinchilarini oldinga olib chiqmoqda. Ajoyib harakatlar. Albatta 2-1 ustunlik bor edi Revolution jamoasida, lekin Aslam bu vaziyatni olib chiqib ketyapti va hisobda oldinga o'tib olishdi 2022 jamoasi o'yinchilari 6-5. Hardboy hayyashkalar qizdirish boshlandi. Revolution jamoasi o'yinchilari ham bu yerda shoshilmasligini sezib turishdi. Hisob yana tenglashishi mumkin. Mana shunday holatni biz ko'rib, kuzatib kelyapmiz. Hardboy energiyasini to'ldirib oldi. Endi bemalol faytlarga kirib ketishi mumkin. Krevetka pozitsiyasiga granata. Krevetka darhol o'z pozitsiyasini o'zgartirdi. Va aynan mana shu compoundlarda bo'layotgan faytlar bundan oldingi jamoalar o'rtasida ham cho'zilgan edi. Yakuzaga qarshi Fin juda ham yaqin masofada. Yakuza ulgurmadi. Finni nok holatiga keltirishga va Hardboy bu ishni amalga oshiryapti. Ajoyib. Ramzes Zikoni bu vaqt ichida javob tariqasida nok holatiga keltirdi. 2022 jamoasi o'yinchilari 3 kishi bo'lib qolib ketishganligini ko'rib turishimiz mumkin va Ramzes ham nok qabul qilib olmoqda. Endi ular duo holatida kuzatib boramiz. 2022 jamoasi o'yinchilari duo holatda hozir ayyo bo'ldi. Finni qutqarib olishdi. Aslan, Fin va Marishka uchligi. Revolution jamoasi o'yinchilarida ham xuddi shu vaziyat 3 kishi holatda qolib ketgan. Aslan bitta nokta amalga oshira oldi, lekin yo'q, bu yog'iga endi reaksiya ishlamadi, chunki bu yoqda Hardboy bor edi va Revolution team jamoasi o'yinchilari hisobni tenglashtirib qo'yishmoqda. Ajoyib match guvohiga aylanyapmiz. Bunaqasi faqat PUBG Stars turnirida bo'ladi. U juda ham qiziq lokatsiya. Biz mana shu lokatsiyada granatalar ketma-ketligiga ancha o'rganib qoldik. Aslam OHP da Aslam Hardboyni nok holatiga keltirdi va o'zi ham nok qabul qilib olyapti. Krevetka nok holatida Ramzes bu ishni amalga oshirdi va Ramzesni o'zi ham nok qabul qilib olyapti. Ikki jamoada ham bir xil holat va ikki jamoada ham sheriklarni ko'tarish ishlari boshlanib ketyapti. Granata hech qanday foyda bergani yo'q. Yakuza Hardboyni ko'tarishni yakuniga yetkazdi. Endi Krevetkani ko'tarib olish kerak. U yerda ham xuddi shunday harakat. Aslamni ko'tarib olish ishlari yakuniga yetdi. Fin ajoyib o'yinchi, u PUBG'ni esdan chiqarib qo'ymaganligini bizga ko'p marotaba isbotladi. To'g'ri, u kompyuterda o'ynayapti, u emulyatorchi bo'lgan va o'z mahoratini aynan mana shunday uslubda ham ko'rsata olyapti. Krevetka low HP da va u nok holatida, Ramzes ham nok holatiga tushib qoldi. Hardboy nok holatida. Yakuza endi katta sahnaga chiqish kerak. Ziko ajoyib harakat qildi. Marishka low HP da. Va ko'ramiz, Marishka ichkariga kirib ketdi. Finni Yakuza nok holatiga keltirdi. Marishka solo holatda qolib ketmoqda. Va bo'ldi. Yakuza topa oldi va 7-6 do'stlar. Revolution team jamoasi o'yinchilari oldinga o'tib olishmoqda va hozir hammasi aniq bo'ladi. Bizni jonli tarzda 7000 tomoshabindan ko'proq, 7300
tomoshabin kuzatib boryapti. Bu albatta juda ham chiroyli, juda ham quvonarli natija. Layklarni ham yig'ib qo'ysak juda ham yaxshi bo'lardi. Yakuza nok holatida. Xalqboy ehtiyot bo'lish kerak. Yakuza yo'qotildi. Aslam uni dabit qilib yubormoqda. Hozir Revolution jamoasi yana ochko berib qo'ysa, hisob tenglashadi. Bu jamoalar bir-biriga juda ham mos raqiblar ekanligini bizga o'yinlar borasida ko'rsatib borishyapti. Aslamni energiyasiga e'tibor bering. Ziko shunday qilib turib, Aslamni uni holatiga keltirib qo'yishi mumkin edi, lekin unday bo'lmayapti. Ikkinchi nuqta ham amalga oshira oladimki, ikkinchi nuqta ham amalga oshirmoqda. Hardboy topa oldi, lekin Hardboyni bartaraf etib qo'yishmoqda va bu 7-7 2022 jamoasi o'yinchilari yetib olishdi. Revolution jamoasi o'yinchilari juda yaqin turishgan edi. Kill pointlar hisoblanadi ekan. Kill point, urollar va shunga o'xshash umumiy hisoblanib va aynan hozir aytib o'tamiz. Aslanboy jamoasi o'yinchilari. Aslanboy jamoasi ehtimol bilan shunday, katta ehtimol bilan shunday. Birinchi o'rinda turganidan bilib olishimiz mumkin. Albatta, killar bo'yicha ustunlik aynan 2022 jamoasida ekanligini mana faktlar bilan ko'rib turibsiz. Hech qanday bu yerda ortiqcha mavzu yo'q. Shunchaki killar bo'yicha jamoa g'alaba qozonyapti. Hisobda esa durang yuzaga keldi va biz Aslanboy jamoasini 2022 jamoasini grand finalga yo'l olganligi bilan tabriklaymiz. Lekin Team Revolution jamoasi bizni tark etmaydi. Ular pastki setkada final o'yinini o'tkazishadi Lapar jamoasiga qarshi.